Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi bemorimiz haqida qisqa ma'lumot berib o'tib ketaman. Bemorimiz o'ng bel sohasida og'riqqa shikoyat qilgan hamda o'zi yashash joyidagi poliklinikada uzi tekshiruvdan o'tgan. Natijada buyrakda dimlanish xulosasini bergan. Biz tomografiya qilib tekshirib ko'rganimizda o'ng buyrakda dimlanish, ya'ni uretra gidronefiroz aniqlandi. Buni sababi nima? Buni sababi bu bemorda CD nayni pastki qismi quvuqqa o'tish qismida toraymani hisobiga buyrakda siydik dimlangan, keyinchalik siydik nayda dimlanib megauretr bo'lgan. Natijada parenxima qismi, ya'ni asosiy siydik ishlab chiqaradigan qismi sekin asta yupqalashib 5 mm ga doğru yetib kelgan. O'zi aslida 15-20 mm ga doğru bo'ladi. Agarda buyrak foyda bermasa, siydik ajratmasa, bunday holatlarda nefrektomiya tashxisi, ya'ni buyrakni olib tashlash tashxisini o'tkazamiz. Vaqtida tekshirilmasligini hisobiga, uzoq vaqt yurib qolgani hisobiga buyrak shu holatga kelib qolgan. Siz o'z sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang, vaqtida tekshiruvlardan o'tib turishingiz tavsiya qilinadi.